Salom Jiten. Yaxshi. Endi biza nima qilishimiz kerak? Xo'sh, короче, biza to'xtanglar-chi. Barchalarga salom do'stlar, sizlar bilan birgaman Red. Bolalar, bugungi videomga xush kelibsizlar va men keyingi videomni ikkinchi qismini olyapman. O'tgan videoda ko'rgan bo'lsanglar, bitta qora maxluq bilan videoni qildim, o'shani ikkinchi qismini olyapman. U haqda yetarlicha ma'lumotlarga ega emas edim. Keyin u ma'lumotlarni topib oldim. Mana ko'ringlar o'zlaring. Uning ismi Darkness bo'lib, mana surati ko'rdinglarmi? Guardian of Darkness bu zulmat quruqchisi deganini bildiradi. Ma'noni va uning xarakterlari bitta zarbada o'ldiradigan, ko'rinib yo'qoluvchan deydi. Keyin uning missiyalarini bajarishimiz kerak ekan. Uni tuzoqqa tushirish kerak ekan. Yer to'la qazib, chuqurligi 10 blokdan ko'proq, kengligi 5 blok bo'lishi kerak-da. Keyin uni Redstone torchini olib qo'ysak, bizga ko'p xislatlarni berishi mumkin. U общий yo'qolib ketadi Minecraft o'yinidan. Короче, uni biz shunday qilib yutishimiz mumkin bo'lar ekan. Endi короче bizni boshladik. Davay. Xo'sh, endi biz nima qilishimiz kerak? Yaxshi, Redstone torchmi? Nima qilyapti bu yerda? Yechun. Короче, men buni buzaman. Kerak emasdir balkim. Nima bu? Yer blokmi bu yoki boshqa narsamikin? Nima ekan bu? Yo'q, kerak emas. Iltimos, yo'q. Nima edi bu? Yo'qol. Qarab turibdi, bola ko'ryapsizlar? Ketdi. Voy bala. Nima edi? O'sha qora narsa? Nima bu, mexanizmmi? Bolalar mexanizm tushunib bilar ekan. Короче, biz buni olib olamiz. Bizga inventarimizda kilga kerak bo'ladi. Yaxshi. Bala, qanday mexanizm bular? Bularni ham olib olish kerak. Yaxshi. Buni ham olib olamiz. Kerak bo'ladi bizga hali ko'p ishlarda. Buni ham olishimiz kerak. Yaxshi. Mana. Buzilsangchi. Yaxshi. Mana. Ana bo'ldi. Bolalar, sizlar ham ko'rdinglarmi uni? U короче bizdan kuchliroqqa o'xshaydi. Menimcha u mexanizmlardan foydalanishni ham bilar ekan. Endi biz yo'limizda chiqqan narsani buzishimiz kerak emas. Mana qaranglar, TNTdan foydalanishni biladi. Keyin mana bunday mexanizm nima bu? Nimaligini bilmayman. Men o'zim nima yasashni bilmayman hozir. Bunday narsalarni umuman bilmayman. Короче, videoga like bosib tomosha qilib turinglar do'stlar, jigarlar. Iltimos podдержка qilinglar. Короче, biz uni tuzoqqa tushirishimiz kerak. Demak, ketdi. Qani, bu yerda qolsam bo'lgan juda chiroyli-da, lekin menga po'xi, ketaman. Kerak emas menga bu narsalar. Biz Minecraftni yutishimiz kerak, o'sha maxluqni aynan. Jahlim chiqyapti, shu daraja kuchlimi degan nima bu? Nima yesa bo'larmikan bu narsani? Nima ekan bu? Nima ekan? Qani ko'ringlar-chi. Mana shu narsamidi? Shuda. Yo'q, eshitmadim. Bu nima ekan? Bu ekiladigan narsa ekan bo'lgan. Men yesa bo'lmaydigan narsa chiqqan ekan bundan. Короче, bizga po'xi, biz ketamiz. Короче, menga hech nima kerak emas. Короче, men uni tuzoqqa tushirishim kerak. Mana buni zo'rligini, menga po'xi kerak emas. Baribir men uni yutishim kerak. O'sha maxluqni yaramasini bilay. Xo'sh, endi bizga joy kerak. Men shundan xursand bo'lamigina, yerto'larni mencha cho'tga chiqardi-yu. Davay yaxshi. Shu yerdan quraman. Короче, bolalar, men buni qurib bo'lgunimcha sizlar videoga like bosib turinglar, keyin men videoni davom ettiraman. Короче, videoni keyin davom ettiraman-da, qurib bo'ling, keyin davom ettiraveramiz.
Mana kech ham tushdi. Endi biza qurib bo'ldik. Mana ko'rganinglardek do'stlar, qaranglar, mana yorib qo'ydim buni. Tushayotga tuzoqqa tushiraman. Ortimdan quvlaydi. Men esa qochib sakrab o'taman, u esa tushib ketadi. Короче, endi biza nima qilishimiz kerak? Atrofga qarashimiz kerak. O'sha maxluq yana bizga ko'zimizga ko'rinishi mumkin. Darkness. Qayerda ekan endi u? Topish kerak uni. Hoy, Darkness, qayerdasan? Yo'q, kerak emas. Bola kelyapti. Yugurib shekilli, menga qochdik. Siraz bola, siraz. Yaxshi. Tushib ketdi. Tushirdim buni do'stlar, mana g'oyat tushirdim. Ovozni qaranglar, bile. Tezroq, qani, tezroq, yaxshi. Tezroq qilishimiz kerak. Yonyapti bola, yonyapti. Aha. Yeding. Yonyapti bola, nima yetdi? Bala. Yaxshi. Qarchi bola, videoga like bosib qo'yinglar. Xo'pmi?